Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Bir buvayning doim og'rinibli yuradigan bir navrisi bor ekan. Bir kuni buvay bir siqim tuzni bir chini suvga silib navrisiga ichkizibdi. Navrisi bak tuzluq ham ochiq ekan, debdi. Buvay texmi ko'p tuzni ko'lga chechibdi va navrisiga ko'l suyini tetitqizibdi. Navrisi ko'l suyini pokiz va tatliq ekan, debdi. Buvay ko'zlarini yiroqqa tikkinicha mundoq debdi. Hayotlikdagi azob xuddi tuzga o'xshaydi. Uning tuzluqliq darajasi uning nemaga qochilanganligiga bog'liq. Doim dunyodan og'rinib yuradigan ey inson. Dunyo azob oqibatga to'lgan emas, balki sening ko'ngling bektar. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, balalar ana tili, balalar ingliz tili. Başlangıç seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati